Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Sizlarga xudo xolasa Bag'dod Mozortolda qisqa lo'nda qilib, qisqacha 2-3 minut obzor qilib beramiz. Xudo xolasa likelar bilan podishkalar turasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ishqibozlarga 29-iyul sanasiga Bag'dod Mozortoldamiz, Ulug'bek aka firmasida Zagon tarafidamiz. Bu orqa tarafida. Ko'pchilik taniydi. Xudo xolasa mollar chempionlar nomer 1lardan kelgan ekan. Ishqibozlarga tars aytamiz. Mollar sotilyapti, to'xtovsiz sizlarga ham ilindik. Likelar bilan podishkalar qilib turursa, kommentariy fikrlar yozib qoldirasiz. Обязательно, xudo xolasa mana ko'ringlar. Средний 6, 7, 8 oygacha ekan mollar. Toza chorniy pestro, rossiyskiy привозной. Hop, zotligi, hop, qoniga, joniga hamisha garantiya bo'ladi, sirg'alari, dirkalari joy-joyida. Mollar ham haqiqiy karabil. Biligan zotlisini xudo xolasa ko'ringlar. Bo'ylar средний 1.45. Средний 1.45, 1.30 dan 1.45 gacha. Bemalol nari o'rtada bittasi 1.50 ham chiqib qoladi, почти orada qolib ketdi. Bitta yuravergan ichiga. Ko'ringlar. Ishqibozlari aloqaga chiqsa nomerlar yozilgan bo'ladi. Mana ko'ringlar, osti mana 8 oylik. Bunisi ham 8 oylik, mana ham 8. Narigilar 6, 7, 8 oy. Sotda, tak 4 ta, 8 ta. 9 ta mol ekan bu yerda. Ishqibozlarga toza chorniy pestro mana, karabil varianti. Nomerlar aytib yozib ko'ramiz. Nomer necha edi? Nima Ulug'bek ekanmi? 90lik 509 0093. 509 0093. Yana bitta bor nomeri, bilasiz unisini ham? Unisini bilmaysiz. Bo'ldi. Bag'dod Mozortolda, Farg'ona viloyatida. Ishqibozlar bemalol ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana. Xizmatlaringda xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Like yaratsa like. Obunachidan chiqmasin. Xudo xolasa shunaqa videolar qo'yib boradi. YouTube kanalimizning egalari, niyatlari xolis xudo xolasa. Podishkalar qilib turaverasizlar bemalol. Ko'ringlar aka. Ishqibozni aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bir joyga narxlarni aytamiz endi. Bab shoshildik jicha. 46 million 500 ming so'mdan bir joyga olganga. Endi misol 4 ta kattasini olsangiz jicha plus bo'lishi mumkin, plus minus bo'ladi. Lekin 46 million 500 ming bir joyga yetilgan holatda ham yaxshi narx aytilyapti, arzon aytilyapti. Chunki buni avvallar bunaqa 6, 7, 8 oyga olib kelib olguncha oson emas. Chunki xonajini ham o'sha 25 million bo'yotibdi, bozorlarda ko'rib turibmiz. Xonajini ham 25 million atrofida. Bu yotibdi ishqibozlari 46 million 500 ming so'mdan bir joyga bitta ko'rasizlar, aloqaga chiqasizlar. Qo'ldan kelgancha yoritib bering deb o'ylaymiz. Ko'ringlar akalar, ilindik sizlarga. Kelaverasizlar Bag'dod Mozortolida.